Assalomu alaykum, Flyvastok aviakassasini kuzatuvchi qadrli obunachilar, aziz xaridorlar. Do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun ko'rib turganingizlarda aeroport Vnukodamiz. Akamiz YouTubedan ko'rib, o'zimizga ishonch hosil qilib, onlayn bilet oldik. Dokumenti yo'q akamizni o'zimiz kuzatib, aeroport Vnuko olib keldik. Hozir registratsiya endi boshlanadi. Havo yo'llaridan Buxoroga uchadi aka. Assalomu alaykum. Ishonchlimikan aytib boring? Rahmat. Dokumentim yo'q edi, ana shularga murojaat qildim. Mana eson-omon o'tkazib qo'yib, mana O'zbekiston havo yo'llariga Uchasiz, chiqib ketaman. Sizlarga ham arzon aviakassa kerak bo'lsa, Flyvastok aviakassasi har doim sizlar bilan. Agar dokumentlarda problema bo'lsa, do'stlar, bemalol Flyvastok aviakassasiga pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, do'stlar, o'zim aeroport Vnukoning ichiga olib kirib, registratsiyadan o'tkazib, ajdan zogacha kuzatib boraman. Bemalol xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi. Kommentariy tugida Telegram kanalimiz silkasi turibdi. Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ysangiz chiqarmaylar. Kunimki narx, kunimki yangidan Telegram kanalimizga tashlanadi.